Demak do'stlarim, biz Mustafa Bey bilan navbatdagi mehmonxonamizga keldik. Endigi mehmonxonamizning nomi Movenpick Trabzon. Demak do'stlar, hozir biz Movenpick mehmonxonasini orqa tarafidamiz. Nima uchun aynan orqa tarafidamiz? Mustafa Beyga so'raymiz mana. Niye arka taraftayız? Çünkü burası Trabzon'un en güzel plajı. Movenpick'ten başladı 3 kilometre plaj. Karadeniz'in plajı her zaman Akdeniz yani Antalya'dan daha yakşı. Niye mi daha yakşı? Nimasi? Çok ısık değil. Ha, tushundim. Burada Akdeniz'de saat 11'den 3'e kadar denize girilmez. To'g'ri. Isık. To'g'ri. Burada her daim denize giredi. To'g'ri. Bak To'g'ri. Atrofimizni ko'rib turishingiz mumkin. Demak do'stlarim, qaranglar. Afzallik tomoni nimadan iborat, nima uchun aynan orqasidamiz tushuntiryaptilar Mustafa Bey. Demak, bu yoqda bu sohil bo'yini uzunligi 3 kilometr. Bu sohil bo'yini uzunligi 3 kilometr. Demak, bu yoqda stop qilib ana qilib o'raylik. Ha. Ya uzoqlashmayapmiz-da. Uzoqlashaveramizmi? Yurib olsang chiroyli chiqadi fonda. Хорошо bo'ldi. Demak Mustafa bo'ldi. Demak Mustafa Bey o'zi bizlarga tushuntirib aytayaptilar. Sohil bo'yi Trabzondagi eng uzun plyaj aynan mana shu joyda joylashgan. Uzunligi 3 kilometr. Atrofni ko'rishingiz mumkin. Shuncha odamlar o'ynab, nima qilishyapti, yoshlar. Demak, plus taraflaridan birini aytib o'tyaptilar. Eng asosiylaridan biri nega aynan Qora dengizni sohil bo'yida dam olish kerakligini. Antalya tarafni bular aytayaptiki, Oq dengiz deb, yo'qda soat 11 ertalabdan 11dan soat 3 gacha deyapsiz, ha? Soat 3 gacha dengizga kirsangiz agar dengiz issiq bo'ladi. Bu yoqda esa dengizini havosi ham mo'tadil, ya'ni suvi maza qilasizda, ya'ni salqincha bo'lib turadi suvi. Shunisi bilan plus deb aytayaptilar. Plyajda ko'rishingiz mumkin kattaligini, uzunligini va aynan plyajda mana orqa tarafida mana plyajga qarab turgan va aynan plyajga qarab turgan biz Movenpick otelni ko'rishimiz mumkin. Bu do'stlarim, Movenpick mehmonxonasining barcha oynalari bu dengizga qaraydi. Oldiga qaraganlari bu deluxe nomerlari, yon tarafga qaraganlari esa bu standart lyuks xonalari bo'ladi. Bu Movenpick bu yoqda 4 yulduzli mehmonxona hisoblanadi. yani Movenpick'te bütün turistler dengizi görecek. To'g'ri. Movenpickga kelgan har bir turist menga dengizli xona, dengizsiz xona demaydi. Hammasi dengizli xonada bo'ladi, hammasi dengizni ko'radi bo'ldi. Keldingizmi, aniq dengiz bor xonangizda, to'g'rimi? To'g'ri, 100%. 100%. Sohil bo'yini plus tarafini yana bittasini aytayapman. Bu yerda Trabzonda ko'p mehmonxonalari joylashgan. Jumladan bizning ikkinchi mehmonxonamiz ham aynan shu yerda joylashgan. Bu Trabzondagi eng birinchi mehmonxona, do'stlarim ko'rib turishingiz mumkin. Bu Ramada Plaza mehmonxonasi, Trabzonning eng birinchi 5 yulduzli mehmonxonasi, to'g'rimi? Doğru ve Trabzon'un en kophanesi burada var. 400 hane. 400 ta xonasi bor ekan bitta mehmonxonada. Bu Trabzondagi eng katta mehmonxona hozirgacha, to'g'rimi? Doğru. To'g'ri. Ya Hiltondan ham katta bu. Hilton'dan da katta. Mana. Bu ham ko'ryapsizmi? Undan keyinroqda Queens otelimiz ham joylashgan, to'g'rimi? Ramadani. Queen Palace. Ramadadan keyin bizda Queen Palace ham joylashgan. Yani sahil boyunca 3 de otelimiz var. Aha. En arzanı 4 yıldız Queen Palace. 4 yulduz Queen Palace eng arzoni sohil bo'yidagi. En yaxshisi Deluxe Ramada Plaza. Eng yaxshi zo'ri deluxe xonalari bilan bu Ramada Plaza Ve tabii ki en komfort 4 yıldızı Movenpick. Komfort 4 yulduzlik, komfort demak narxi ham qulay buni, to'g'rimi? Qulayroq. Nisbatan Ramadaga nisbatan. Ortada. Narxi o'rtada. Bu Movenpick. Hozir esa mehmonxonalarimizni bitta-bitta ko'ramiz. Ketdik do'stlar.
Do'stlarim, demak biz Movenpick Deluxe mehmonxonasiga keldik, endi kiramiz. Ko'rib turganimizdek, mehmonlar juda ham ko'p bu yoqda. Kirishingiz bilan mana shunaqa shinam reception sizni kutib oladi, antiqa stilda. Movenpickning o'zini zamonaviy stilida kutish zallari va shinamgina reception. Do'stlarim, ketdik, men bu yoqlarni ham ko'rsataman. Demak, mana bu yoqda ham bizlarda kutish zallarimiz bor. Bemalol kelib ishlaringizni qilishingiz mumkin. Ajoyib joy bu Movenpicklar uchun. Ya'ni bemalol kompyuter noutbuklaringizni olib tushib, o'zlarining kompyuterlaridan foydalanib, ishlaringiz bo'lsa qilib olsangiz bo'ladi bemalol. Bu yoqda bari, liftlari mehmonxonaning holini ikki tomonida joylashgan, ikkitadan lift. Bu yoqda kelishingiz bilan esa Movenpickni, ya'ni zavtrak qiladigan xonalari, ovqatlarni mana shu joyda yeysiz va mazza qilib o'tiraman desangiz agar barvaqtroq chiqsangiz zavtrakka, mana shunaqa joylarda shinamgina mazza qilib ovqatlanishingiz mumkin do'stlarim. Bu yoqlarni ham mana ko'rib turishingiz mumkin. Hozir biz hali ovqat vaqtidan sal oldinroq keldik. Atrofda bu oshxona, oshxonani tashqarisida ham do'stlarim ko'rishingiz mumkin. Bu zalni shinamligini qaranglar, buni kattaligini qaranglar. Endi qorong'i hozir svetlarini yoqa olmayapman-ku. Tashqarisiga ham chiqib ketar ekansiz mana. Tashqarisida ham mana shunaqa letkada o'tirib zavtraklar qilishingiz mumkin. Bu tarafida esa basseynni bor. Yana basseynlarni yana ko'rsataman, ketdik. Demak do'stlarim, Movenpick mehmonxonasining terasalari ham juda ham shinam, tashakkur. Juda ham shinam. Zavtrak ovqatlaringizni hamma shu yoqda terasalarda qilsangiz bo'ladi. Havo yaxshi bo'lganda ko'chadagi letkalarida joylariga bemalol o'tirgan holda juda ham ko'p stollari, stol talashib qolmaydi hech kim. Tashqari orqa tarafida esa nima deydi, boyagi chilim muxlislari uchun har xil kalyanli barlari ham bor ekan o'zlarini. Demak, menga yoqdi, juda ham zo'r, tavsiya beraman. Do'stlarim, bilamizki Movenpick seti butun dunyoda bir xil servis ko'rsatadi va aynan Trabzondagi mehmonxonasida ham o'sha Movenpickga xos o'zini spa sentri bor. Hozir u yoqqa kiramiz do'stlarim. Ko'rsatish uchun men kiraman. Demak do'stlarim, spaga kirdik. O'ng tarafimizda reception va chap tomonimizda bizga eng kerakli narsa boyagi sog'lom hayot sevuvchi insonlar uchun sport zalimiz bor. Bu yoqda begovoy doroshkalar, hamma udobstvolar bor. Demak, o'ng tarafda spaga kiruvchilar uchun razdevalkalarimiz, hammasi eshiklari yopiladigan. Demak, dushlarimizga kirib, yuzlarimizni yuvib, endi esa buni
Demak, spalarni bilamiz, o'zi mana shunaqa relaks atmosfera qilib qo'yishadi. Bemalol mana bu yoqlarga yotib, bambuklarni oldini mana ko'rib turibsiz do'stlarim. Saunalarga kirasiz. Saunalarni ko'ring. Ishlari jazirama bo'lib turibdi. Demak, biz dal ketamiz. Bu yoqda esa bizlarda turistskiy hammomimiz, turistskiy hammom endi hozir sпрос yo'qligi uchun hozir o'chib turibdi. Atak mana bu yoqqa kelib saunada dam olasiz u. Keyin dalshi kelasiz. Do'stlarim, Turkiya nimasi bilan mashhur? Albatta turk hammomlari bilan ham zo'rda. Marhamat, turk hammomi ko'rishingiz mumkin. Kirib, boyagi penniy protseduralar bor-ku, ustiga yuvib qo'yish maza qilasiz xullas. Albatta, bu narsa uchun like. Va xonamizni oxirida bu spa xonalar. Yo'qda. Xuddi shunday bo'ldi. Demak, qaranglar. Massaj xonalariga kirasiz. Mana bu kutish zallari, mana bu yoqda. Qaranglar. Nima deyapti atmosfera, nima deyapti? O'zi bunaqa joylarda qo'shiqcha eshityapsizlarmi? Lekin uddar qilib qo'yishibdi. Xo'p. Ichkarida dushovoylar ekan. Yaxshi. Mana bu har bitta odam uchun sochiqchi, tabichgacha, milyon zo'r. Kelinglar. Do'stlarim, endi bitta qiziqarli zo'rini ko'rsataman. Hamma spada ko'rganmiz, bir kishilik, ikki kishilik mana xonalar. Oilaviy spasini ko'rganmisizlar? Mana kelinglar marhamat. Demak, bu yoqda bron qilar ekansiz, faqat oilangiz bilan yoki muhim kuningizni o'tkazishingiz kerak ham, albatta mana shu yoqqa kelsangiz agar, birinchisi kelasiz ayolingiz bilan, bu yoqda massaj olishadi, bu yoqda manikyur, pedikyur hamda ayollarga kerakli bo'lgan protseduralarni bajarishadi bu yoqda. Hamma protseduralar bajarib bo'lishgandan keyin Dashman bu xonachadan kelib, yana bitta spa, mana bu yoqda o'zini jakuzzisi, bu yoqda ikki xil saunalari, ya'ni turk hammomi va albatta ruskiy banyasi ham bor. Bu faqat masalan semeyniy kelishingiz uchun. Bu alohida bir fishkasi, gap bo'lishi mumkin emas. Marhamat. Do'stlar, Movenpickdagi birinchi xonamizga kelyapmiz. Demak, kirib kelishimiz bilan bizlarda mana shunaqangi gostivoy xonasi kutib olyapti. Bemalol divanlarda o'tirib, televizor tomosha qilib va undan keyin spalniyaga kiramiz. Bu 2 kishilik, ya'ni bu semeyniy xonasi. Shkaflari o'ta go'zal, albatta seyf, hammomi, demak, tozagina, ozodagina, muntazlari mana birkalari bilan qo'yib qo'yishgan, umumvalniklari, hamma narsasi bor. Televizor va eng asosiysi chiroyli balkon va aytganlaridek mana shunaqa dengizga view. Chiroylimi? Nima dedilaring?
zo'r, go'zal lekin. Havodan to'yib nafas olasiz. Juda ham chiroyli ekan, menga ma'qul bo'ldi. Bu qaranglar, bu semeyniy xona. Agar yana farzandlaringiz bilan ko'pchilik bo'lib keladigan bo'lsalaringiz, bunisi eshik ham ochiladi va sizlarda umumiy ikkita xona bo'ladi. Qaranglar, bu yoqda bitta semeyniy, ya'ni родительский санузел bor va гостевой санузел ham bor. Marhamat, kirsangiz agar, mehmonlaringiz kelsa agar, bemalol гостевой санузелga kirishlari mumkin va родительский санузел ham bu yoqda bor. Stollari ovqatlanishingiz uchun, bu yoqda ham shkaflari, bemalol joynamozlari ham turibdi. Katta kompaniya bo'lib, bemalol mana shu hotelga kelaversangiz bo'lar ekan. Ketdik. Do'stlarim, bu mehmonxonaning koridoriga ham e'tibor berishingiz mumkin. Boyaga juda ham qimmatni beryapti-da koridor. Lekin mehmonxonaning narxlari ham yonbop. Yana bir marta aytib qo'yaman. Juda ham go'zal. Do'stlar, boya biz family xonaga kirdik. Hozir esa standart xonasini ko'rsatamiz. Kelinglar. Marhamat, kirishingiz bilan katta shinamgina sanuzel, dushovoy kabinalari bilan hamma narsasi bor, shkaflari albattagina bor, chiroyli o'tiradigan kreslolaringiz va albatta bu qiziq решение. Mana ikkita родительский va kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yoqqa ham 2 kishi joylashsa bo'ladi, ham 3 kishi farzandingiz bilan kelib ham joylashsangiz bo'ladi va manzarani demak mana shunaqasiga ochib tashlaymiz. Mana shunaqa joy davom etadi. Bay. Mashaalloh. Go'zallikni qaranglar do'stlarim. Mana boya aytganimizdek, har bitta xonasidan dengizga bit, shaharga zakatni maza qilib tomosha qilishingiz mumkin ekan. Menga yoqdi do'stlarim, zo'r.